Dubaydagi akalar chaqirishyapti. Kelib ketgan o'zbeklarga, vatandoshlarga yaxshi variantlar bor, apartamentlar bor deyishyapti. O'shanga o'ylab turibman. Bir aylanib kelaymi deyapman deydi Dubayga ham. Lekin bora olmayman, vaqt yo'q. Ish ko'payib ketgan. 14 kun bo'ldik, alhamdulillah. Uyga qaytmasa bo'lmaydi. O'shanga o'rtoqlar variantlarni olish kerak emas. Hoji akalar ko'p, puli ko'p akalar ko'p. Safety pulni achib yotgandir aka. Ishlatish kerak uni, yotaveradi. Qachongacha yotadi? Chirib ham ketsa kerak. Uni ishlatish kerak. Yaxshi uylar juda ham ko'p, lekin mashinalar ham juda ham ko'p. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Yaxshi akalar bor. Qanaqa uylar bor o'tdi, qanaqa apartamentlar bor. Ko'rsanglar, kimni fikr qilasizlar. Kommentga yozish shart emas hojiga. Hech kim bilmaydi siz pulingiz ko'pligini. Sekin direktga yozing, o'zim sekin bog'lab qo'yaman, tixari. Ko'z ham tegmaydi. Uylarni ko'rdinglar endi o'rtoqlar. Undan zo'r uylar juda ham ko'p. Ishonchli joydan olmasanglar, Dubayda bilasiz uylar qimmat. Lekin o'shanga yarasha arzon qilib beryaptilar birodar. Mabodo aloqaga chiqsanglar, direktga yozsanglar, foydamiz tegsa xursandmiz. Qorolmaganga yarasha bunaqa video qilib beryapmiz. Hoji akalarga jo'natib qo'yinglar videoni. Dubaydan to'y oling. Mana mehmonga chaqirasiz bir choy qilib. Tasavvur qiling, Toshkentda -gradus qor yog'ib turibdi, lekin siz plyajda oyoqni uzatib yotibsiz. Gashta boshqacha, lekin